Hammasini tashlab yana lag'monchilik qilsammikin? Bilmadim. Tashlasammikin, tashlamasammikin, lag'mon cho'zsammikin? Seni bo'lib o'tgan va bo'lishi kerak bo'lgan narsalar xavotirga soladi. Donishmandlar esa o'tgan ishga salovat, kelgusi ishlar sir-sinoat deb aytadilar. Videoni shu joygacha ko'rdingiz, bitta like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziqarli ajoyib uskunalarni hali kanalimizga joylab boramiz. Ko'rib turganingiz ajoyib bittada ikkita ish chiqib beradigan lag'mon uskunamiz. Bu juda ham ajoyib, professionalniy bo'lgan. Ayollarimiz uyda bemalol biznes yurita oladigan uskuna. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningdagi nomerlarga 99likda 301 50 91 yoki 94lik 243 27 25 raqamlariga aloqaga chiqsanglar, sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Hozir videoning oxirida ham do'konimizdagi lag'mon apparatlarida assortimentini ko'rsatib o'tiramiz. Xudo xolasa bizda keng assortimentga ega barcha jihozlar bor. Aloqaga chiqinglar, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga mana shunaqa ajoyib lag'mon uskunalar kerak bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu xuddi ishlayotgan lag'mon apparatidan har xil variantidan bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Zo'r biznes boshlash uchun ayollarimiz uchun ajoyib uskuna bu. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Ajoyib lag'mon uskunalarimiz mana shular. Eng sifatli originali mana shu.